Mana qaranglar, o'sha hamma bilgan momo qaymoq, ya'ni adovanchikning foydalilik xususiyati men kitobdan o'qib beraman sizlarga. Xalq tabobatida qo'rquvdan ishtaha ochadigan achchiq dorilar tayyorlash uchun ko'proq foydalaniladi. Bundan tashqari qo'rquvot siydik va o't haydaydigan, terlatadigan, balg'am ko'chiradigan, ichni yumshatadigan xossalarga ega. Qo'rqu o'tidan tayyorlangan galin preparatlari kamqonlik, umuman quvvatsizlikda, nafas organlari kasalliklari, qandli diabet, qorin damlanib qabziyat bo'lib qoladigan mahallarda, bavosir, sariq kasalligi, o'ttosh kasalliklari va boshqalarda foydalaniladi. Ibn Sino qo'rquvotning sutsimon shirasini jigar taloq kasalliklari, istisqo davosiga ishlatgan. Uning badandagi so'gal toshgan, qadoq bo'lgan, ilon chayon chaqqan joylarga surtish buyurilgan. Chayon chaqqan joylarga yangi qo'rquvotni mayin qilib ezib, malham qilib qo'ysa ham bo'ladi. Zamonaviy tabobatda qo'rquvotning ildizi, damlama va kukun holda ishtaha ochish, o't haydash va ichni yumshatish uchun qo'llaniladi. Uning umumiy darmonsizlik va ko'krak og'rig'i mahallarida ham buyuriladi. Qo'rquvot preparatlari qondagi xolesterin miqdorini kamaytirishga yordam beradi. Shuning uchun aterosklerozda ham foydali deb hisoblanadi.